Assalomu alaykum. Qanday bemorlar tuzalishi qiyin, bilasizmi? Ko'pchilik kasallikdan emas, o'z fikrlash tarzi va ichki holatidan chiqolmay qiynaladi. Amaliyotda ko'p kuzataman. Ayrim insonlar tezroq natija oladi, ayrimlar esa bir nuqtada qolib ketadi. Xo'sh, qanday bemorlar tuzalishi qiyin? Birinchisi, doim hayotdan norozi bo'lib yashaydiganlar. Ularga nima bo'lmasin, nimadir yetishmaydi. Ikkinchisi, doimiy stress va asabiylik bilan yashaydiganlar. Asab tizimi doimiy zo'riqishda bo'lsa, organizm tiklanishi holatiga o'ta olmaydi. Uchinchisi, hayotda tuzalishdan boshqa maqsadi bo'lmaganlar. Butun diqqati kasallikka qaratilgan bo'ladi. To'rtinchisi, o'zini doim ayblaydiganlar. Ichki aybdorlik hissi organizmni yanada zo'riqtiradi. Beshinchisi, xafachiliklarni kechira olmaydiganlar. O'tmishdagi og'riq va xafagarchiliklarni yillar davomida olib yurish ichki bosimni kuchaytiradi. Oltinchisi, doim atrofdagilardan mehr va e'tibor kutadiganlar. Ichki bo'shliqni boshqalar to'ldiradi deb o'ylashadi. Keyingisi, jabrdiyda pozitsiyasidagi insonlar. Ularda doim bitta ichki qarash bo'ladi. Hayot menga adolatsiz va eng muhimi, o'zgarishni xohlaydigan, lekin buning uchun harakat qilmaydiganlar. Kasallikdan tuzalish uchun faqat dori ichishning o'zi yetarli emas. Agar inson o'zi o'zgarish uchun harakat qilmasa, fikrlash tarzi, odatlari va hayotga munosabatini o'zgartirmasa, faqat tashqi yordam bilan natija uzoq davom etmaydi. Bir narsani tushunish kerak. Organizmning tiklanish imkoniyatlari juda ham katta. To'g'ri yondashuv, turmush tarzi, stressni boshqarish, aynan mana shu holatlar ko'p hollarda sog'ayish jarayoniga katta ta'sir qiladi. Agar siz ham dori-darmonlarsiz tanangizdagi kasalliklardan tezroq xalos bo'lishni xohlasangiz, unda marhamat, bizga murojaat qilishingiz mumkin.